Bismillah. Abdulg'ay, futbolni ta'lim uchun 40 yil yotaman. Bunda nima bor ekan og'a? Tuxum bilan pomidor qovurdim. Dangasi xotinlarning ishi. Shuni qiladigan bitta xotin bo'lsa, dangasaligiga qarab o'tirmasdan uylanardim. Nima bo'ldi ukam? Botib qoldi ne'matligi chiqmayapti. Gazni oxirgacha bosgan, ketdi. Day. Tekis qil rulni. Oxirgacha. Onasini emsin. To'xta. Akalar, bu G-Tour mashinasi reklama o'z yo'liga, lekin menga haqiqatan bu mashina yoqdi. Tog'da yursangiz ham bo'lar ekan. Shahar ko'chalaridan yursangiz bo'lar ekan. Off-road uchun alohida mashina sotib olishingiz shart emas. Dubayda ko'pchilik bu mashinani sevib hayda ekan. Xullas akalar, buni xolisiz gibridi bor, xolisiz benzinoviy versiyasi bor, ichi ham keng ekan. Bu mashinani benzin rasxodi o'rtacha 8-9 litr ekan. Xullas bu mashinani haydang. Pastdagi nomerlar orqali test drive'ga yozilsanglar bo'ladi. Do'stona maslahatim, prosta birinchi haydangda, keyin xarid qiling. Maza qilasiz, ishoning.